Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi Bitcoin analizimizni boshlaymiz. Bundan oldingi videoda kecha, proza kecha analiz qilgandik. Bitcoinni mana bu zonaga keladigan bo'lsa, nima dedik? Mana bu yerdagi ba'zi bir o'yinchilarni ishdan chiqarishligimiz kerak deb aytib o'tgandik. Agar bu o'yinchilar ishdan chiqadigan bo'lsa, bozor spokойно yuksalsa bo'ladi deb turib prognoz qilib, prognoz qilgandik o'tganda. O'tganda ham emas, kecha ekan va nima uchun? Chunki bozor mana bu yuqoridan tushirgan o'yinchilar mana bu yerga kelib mana shu joyga to'plangan. Tushunarligi? Ya'ni yuqoridan pastga tushguncha bu o'yinchilar yaxshigina foydasini qildimi? Agarki bu zonaga keladigan bo'lsa, ular ishdan chiqadi. Nima dedik? Agar ular ishdan chiqadigan bo'lsa, bozor bu yerdan korreksiya qilishini kutgandik, esingizda bo'lsa. Xuddi shu chiziqni chizib qo'ygan. Ya'ni bozor bu yerga kelsin va bu yerdan nafas olishligi kerak deb aytib o'tgandik. Bozor haqiqatan keldi bu zonaga, kelib turib yaxshigina hajm bilan keldi va yuqoriga ham chiqib, yuqorini ham oldi. Ya'ni nima bo'ldi? Bozor hajm bilan kelgani uchun nafas olishlikni bu zonadan emas, yuqoridan nafas oldi. Tushunarligi? Yuqoridan nafas oldi. Qaysiki mana bu chizib qo'ygan chizig'imiz minimumdan yuqoriga va yuqoridan pastga shu nafas olishligini chizib o'tgandik. Ko'rib turganingizdek, mana shu hozir bir ko'rsatadigan bo'lsam, hop. Ya'ni mana shu zona mana. Xuddi shu holatdagi nafas olishlikni bu zonada soldi. Ya'ni bu zonada nima bo'ldi? Bozor yuqoriga chiqib turdi. Mana shu zonadan, bu yerdan emas, yuqoridan nafas oldi. Mana shu tushishlikda ko'rgan bo'lsangiz, altcoinlar yaxshigina tushib ketdi. Endi bu yerda yana bitta narsa bor. Ikkinchisi edi. Buni ham aytib o'tib ketay. Bu zonada qarshi zonamiz bor edi. Qachonki paddeshka bo'lgan, oldinlari bu yerda 1, 2, 3, 4 urilgan zonamiz bor edi. Bu bizga paddeshka zona edi. Paddeshkani pastiga bozor tushgandan keyin qaytib kelib bu zona nima bo'ladi? Bizga qarshilik zona bo'ladi. Qaytib kelganda bizga qarshilik zona bo'ladi. Hozir ko'rib turganingizdek, bozor qarshilik zonasining tepasiga chiqib, tez qilib bozor yuksalyapti. Tushunarligi? Ya'ni odat matematika, ya'ni usullar tushuntiryapman sizlarga. Ya'ni bu zonada qarshilik zonani ustiga chiqdi. Hozir oldin paddeshka bo'lgan edi bu zona. Endi hozir qarshilik bo'lyapti. Qarshilik tepasiga chiqib shabmi yopildi va bozor keyingi nimaga ketyapti? Keyingi qarshilikka ketyapti hozir. Xo'p. Endi ba'zi narsalar bor. Ularni ham aytib o'tishim kerak. Bozor qachonki mana bu yuqoridan pastga sekin tushib turganda nima bo'ldi? Odamlarni qo'rqitdi. Katta shamlar, kunli shamlar yoki haftalik shamlar juda ham chiroyli emas, xunuk yopildi. Kimlarnidir ko'zida haqiqatan bu xunuk shamlar, bu shamlardan keyin odamlar nima bo'ladi? Oyoq qo'li ishlamay qoladi. Ya'ni qo'rquv yoki panik ba'zi nimalar o'sha paniklar bilan nima qildi? Jim bo'lib dam ichiga tushib ketdi misol uchun. Lekin biz Allohning fazli bilan albatta Alloh bergan ilm bilan nima qildik? Kirdikda aytdik, "Voy, bu haftadagi sham qizil yopilishligini va yangi haftadagi sham inshaalloh yashil bo'lishligini bozor mana shu joyga tushganda ham aytdik." Tushunarligi? Mana shu zonaga tushganda ham aytdikki, bu hafta panik qilmanglar. Bu haftagi oxirgi sham inshaalloh yangi haftada yashamimiz yashil yopilishligini prognoz qilib o'tgandik. Alloh alam auditoriyalarda kuzatgan auditoriyasi birontasi shamni bunaqa qilib analiz qilib bermaydi. Men o'zim shu paytgacha ko'rmaganman Alloh izni bilan. Ya'ni farqiga boring, qanday analizda bo'lyapti turganini. Keyin bu yerdagi kichik time frame'dagi analizlarimizni ham farqiga boring. Ya'ni qaysidir joyga bozor keladigan bo'lsa, nima uchun ketishlarini, sabablarini ham aytib o'tyapmiz. Chunki bu yerda katta o'yinchilar qayerda turishligi bu narsalarni tushuntirib o'tyapti turgandek bo'lyapmiz inshaalloh. Va ko'rib turganingizdek nima bo'ldi? Bozor bizga mana bu yerda nafas oldi, ozroq nafas oldi. Endi bu nimani dalolat deydigan bo'lsangiz, bozorimiz inshaalloh tepaga qarab uchamiz endi. Xo'p, nima uchun? Chunki bozor mana bu minimumda odamlarni qo'rqitdi. Ko'rsangiz, misol uchun blogeri ham, trederi ham hammasi chiqdi-da, yo jim bo'lib qoldi, ikki xil toifa bo'ldi. Yo jim bo'lib qoldi yoki bo'ldi biz oyoq sezoni boshlandi, tushib ketadi, yangi haftaga chiqadi, men narsalarni sotdim, oqiydi, ko'kiydi degan hamma o'zini fikrlarini albatta faqat fikr bildirishdi. Lekin Alloh fazlidan bu yerda yuksalishligini aytib o'tgandik. Bozor yuksalib ketyapti. Xo'p, demoqchi bo'lganim odamlarning ko'pchiligi o'sha bu yerda qo'rqdi. Mana bu yerda qo'rqitib, mana bu tushlarda odamlarni ezdi. Ya'ni mana bu tushlarda altcoinlar tushdi. Shunaligi va keyingi yuksalganda mana bu zonada tushganda ham e'tibor bering, altcoinlar yaxshigina tushib ketdi. Qachonki o'zi ko'p tushmadi Bitcoin. Bitcoin ozroq tushdi, bo'ldi. Bitcoin mashitdan tusharkanda, endi kimlarning tushunchasi bor, kimlarning bu yerda inbalansga keldi, oq balansga keldi, boshqa balansga keldi deydiganlar bor. Bo'ldi, chetdan tushamiz deb turib, nima qildi? Odamlar hatto ishga kirgani qo'rqib qoldi, lekin bozor bu yergacha tushdida. Hop, yuksalib oldi. Endi nima bu? Bu nimani tushuntiradi? Ya'ni bozor yuqorida turibdi.
Endi hozir o'sha ishga kira olmaganlar, mana bu yerdan ishga kirgan qo'rqqan odamlar, bu yerdan ishga kirgani qo'rqqan odamlar, mana bu zonadan ishga kirgani qo'rqqan odamlar endi mana bu zonadan ishga kiradimi? Xayr, kirmaydi. Nimaga? Chunki odamning psixologiyasida shunaqa narsa bor. Nimaga pastdan olmadim? Nimaga bu yerdan olmadim? Nimaga bu yerdan olmadim? Endi bu yerdan olamanmi? To'xta, yana xuddi shunaqa tushib bersin. Keyin olaman degan tushuncha bor odamlarda. Lekin tushib beradimi bozor deydigan bo'lsa, xayr. Alloh alam hozir tushmaydi. Bozor keyingi tomonga ketamiz, ya'ni yuqoriga ketamiz. Keyingi nuqtamiz mana bu zona. Tushunaligi. Narxini ko'radigan bo'lsak, narxi necha pul ekan? 13,5 ming dollar, 13,5 ming, 113 ming 500 yoki 114 ming shu atroflarda, ya'ni qarshilik zonamiz bor. Qaysiki mana bu zonada ko'rib turganingizdek nima bo'ldi? Bozor shu zonada mana bu paddeshka bo'lgan va buni provoy qilib turib tez qilib bozor tushib ketgan. O'sha qarshilik zonamizga hozir bozor boradi. Hozir men kutyapti turgan narsa odamlar kutyapti turgan narsadan farqli. Odamlar hozir buni korreksiya qilishligini kutyapti. Mana bu zonani korreksiya qiladigan bo'lsa, biz ham ishga kirib olamiz, yuqoriga ketamiz deyapti. Unaqalarga bozor nima deydi? Tamom, siz kuting deydi, biz kelamiz deydi. Va bozor nima qiladi? Sekin ularga quloq solmaydi-da, bozor yuksalib ketadi. Ya'ni men hozir ko'rishim bozor yuksalib ketishlik bu yoqqa. Tushunaligi, hozir yo'limiz bu yoq. Bu yerga test berib, pastlarga tushishligini men kutmayapman hozir. Chunki biron bir signal yo'q u yerga tushishlik uchun, sabab ham yo'q. Biz hozir bu zonaga boraylik. Mana shu zonaga kelganda ana endi nima qilamiz? Ikkinchi toifali odamlarni kuydiramiz. Qanaqa toifa? Ya'ni 3-chi yo 4-chi toifa desa ham bo'ladi. Ya'ni bozor yuksalganda indikatorlar signal beradi. EMA indikator, Bollinger indikator, RSI bo'lsin yoki boshqa hammasi shu zonaga kelganda indikatorlar signal beradi. Bilasiz, indikatorlar kechikib ishlaydi, tushunaligi. Bu zonaga keladiganda o'sha indikatorlar signal berishni boshlaydi. Voy bo'ldi deydi, mana deydi. EMAda, MACD'da o'sha signal keldi, oq edi, ko'k edi. Ya'ni hamma signali mana shu zonada ishlaydi. Indikatorlar bu. Chunki indikatorlar kechikib ishlaydigan instrument. Va bu yerga kelganda nima qilamiz? Hozir biz yana chizib qo'yamiz. Bozor bu zonaga keladigan bo'lsa, yana pastga tushamiz. Tushunaligi. Endi bu safar mana bunaqa qilib ezib-ezib tushamiz inshaalloh. Bu yana meni prognozim inshaalloh. Bitcoin'ni ko'rishim shu. Bu zonalarga keladi. Katta ehtimol bilan mana shu qarshi zonadan bozor mumkin ozroq o'tar, igna o'tar yoki bu yerga kelar. Bu zonadan atkat qilamiz. O'sha atkat qilganda u nima uchun shunaqa bo'lyapti? Chunki bu zonaga kelganda indikatorlar signal beradi. Indikator bilan ishlaydigan robotlar bo'lsin, indikator bilan ishlaydigan odamlar bo'lsin, bularni kuydirish uchun bozor tushadi endi. Tushunaligi. Bu yerda odamlarga imkon bermadik. Bu yerda indikator bilan o'sha robotlar ishga kiradi yoki odamlar ba'zi bir indikatorga qaraydiganlar ishga kiradi va bu yerdan bozor pastga tushganda ularni ham stopini oladi. Tushunaligi. Odamlarni keyin nima qiladi? Ba'zilar bu yerdan ishga kirishni boshlaydi, bu yerlardan ishga kirishni boshlaydi. Bularni ham nima qiladi? Bozor pastga olib tushadi. Mana bu agar tushadigan bo'lsa, keyingi tushlikni ham bir imkon deb bilsak bo'ladi. Tushunaligi. Hozir men kutyapti turgan narsam shu. Hozir 13500, 14500 shu atroflarda nima qiladi? Bozor chiqishlikni yo'lidamiz. Hozir hech qanaqa bir panik yoki boshqa narsa yo'q. Bitcoin holati hozircha yaxshi. Ya'ni bu haftalik shamimiz emas, bu ya'ni kichik time frame'dagi analizligimiz. Bu haftalik shamda undan oldingi videolarda aytib o'tgandim. Katta ehtimol bilan bu hafta yashil sham yopiladi. Tushunaligi. Bir hafta davomida shamimiz yashil degani. Ya'ni Alloh tizimi bilan unaqangi bir panik yo'q deb o'ylayman inshaalloh. Va oltinga ham bir to'xtab o'tadigan bo'lsak, oltinimiz yaxshigina yuksalib kelyapti. Misol uchun 4 soatlik time frame'da ko'ryapmizki nima qildi? Bozor bir tushishlik bilan va sekin yana yuksalib ketyapti. Hozir butun dunyoda, ya'ni do'konlarda, ya'ni oltin sotiladigan do'kon, oltin sotiladigan joylarda nima bo'lyapti? Ya'ni oltin vasvasasi bo'lyapti. Ya'ni odamlar faqat o'chirib turib, odamlar oltin sotib olyapti. Nimamish? Oltin bo'ldi, endi shu bilan yuksalib ketadi. Vobshe to'xtamasdan yuksalib ketyapti. Hatto shunaqa gaplar ham bor, nima odamlar kriptodan chiqib oltinga kiryapti. Bu nimani signali? Bu oltinning tushishligiga, Bitcoinni ko'tarilishi uchun signal bu narsa. Sababi grafikda bilasizlar, oltin oldin yuksalib oladi va orqasidan sekin korreksiya boshlanganda Bitcoin yuksaladi. Tushunaligi. Oltin, ya'ni oltin nima qiladi? Oltinning orqasidan Bitcoin yuradi. Ozgina kechikibroq yuradi. Bulardan bittasi oltinning tushishligi. O'ylaymanki, oltinni, misol uchun
odamlarni psixologik tushunchasi bilan tushunadigan bo'lsangiz ham, hozir hamma sotib olyaptimi? Ha? Misol uchun kim chiqsa oltinni gapiryapti, bo'ldi. Oltin mumkin katta ehtimol bilan pastga tushamiz. Tushadigan zonalarimiz mana shu zonalarga kelishligimiz kerak. Mumkin mana shu atroflardagi mana bu olgan odamlarni oldiga kelishligimiz kerak. Men oltindan tushish kutyapman. Bu ham bo'lsa oltinni tushishligi Bitcoinning yuksalishi uchun signal. Ya'ni ikkalasi nima oltinni ko'rsatyapman? Chunki Bitcoinga uni chambachar bog'liqlik joyi bor. Chunki oltin tushadigan bo'lsa, oltin orqasidan yuksalgan kabi Bitcoin ham yuksalib olish kerak. Ya'ni Bitcoinga ozroq imkon berish kerak. Va undan tashqari o'zini boshqa signallari ham bor. Prosta oltinni sizlarga bir variant qilib ko'rsatib ketyapman. Xo'p, videomiz cho'zilib ketmasin. Endi ba'zi narsalarni ko'rsatib qo'yib, bu yerda esingizda bo'lsa, bini aytib o'tgandim. Mana bu zonada 2 kunmi, 3 kun oldin nima dedik? Bini ham katta ehtimol 7-8% bu yerga mana bu ya'ni qarshilik zonagacha keladi. Kamida 7%, 8% foyda beradi dedik. Mana ko'rib turganingizdek shu zonaga keldida ignani otib bozor pastga tushyapti. Bu ham o'ylaymanki, buni proboy qilib o'tadi. Keyingi harakatda mumkin mana bu yuqorilarga kelishligi kerak bu bini ham. Va mana bu yerda olgan ko'llarimdan bittasi edi. Buning ismi mana bu FF USDT ekan. Esingizda bo'lsa, buni mana bu zonalarda sotib olganim aytgandim. Hozir bilinmaydi 8%mi, 9% shu atroflarda foydada. Mumkin ozroq yuksaladigan bo'lsa, bu ham nima qiladi? Tepama sotaman, ya'ni mana bu zonalarga, ya'ni jichcha, yana ozgina yuksaladigan bo'lsa, mana shu zonaga keladigan bo'lsa nima qiladi? Chunki mana maksimum shu atroflarga sotish uchun tepa qo'yganman. Mumkin sotib ham bo'lgan bo'lishligi mumkin. Hozir narxini ya'ni 14 atroflari edi. Ozroq yuksaladigan bo'lsa, bu ham sotadi. Xo'p, oltinga bo'lgan fikrim shu edi. Agar kimdir boshqacha fikrlar bo'lsa, o'zlarining fikrlarini, izohlarini bemalol kommentariyga yozib, o'zini fikrlarini bildirishlaringiz mumkin. Agar sizlarga videomiz yoqib manfaatli bo'layotgan bo'lsa, klass bosib, kommentariy yozib, do'stlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Agar Telegram kanalimda bo'lmasanglar, Telegram kanalimga qo'shib olinglar. Bu Expert Signal kanalim. Katta ehtimol bilan shu yaqin kunlarda nima qilamiz? Ochiq onlayn Siskalp orqali savdo qilishni boshlaymiz inshaalloh. Ya'ni ochiq nimani kiradigan bo'lsam, tabloni yoqib qo'yib, ekranni yoqib qo'yib, olib sotgunimcha bo'lgan masofalarda kuzatib borishligingiz mumkin bu kanalimizda. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, signal bosib, nima qilasiz? Klass bosib, do'stlaringizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Expert Signal admini Sulaymon. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Assalomu alaykum.